ko'pgina xatolardan bittasi bugungi kunda sun'iy intellekt, ChatGPT, Gemini va boshqa turli xil informatsiya beradigan manbalar ko'payib ketgan. Lekin aytib o'taman, hech qaysi biri yaxshi tayyorlangan maxsus shu yo'nalishda ishlaydigan inson, ya'ni o'sha mutaxassisni o'rnini bosa olmaydi. Bizni oxirgi payt kuzatayotgan narsamiz, demak, ChatGPTda ko'rib, YouTube'da, bu yoqda undan bundan ko'rib, turli xil vositalarni internet orqali mana hozir hamma narsa dostupniy, zakazlarni qilib, bilib bilmay har xil siyvrotkalar, demak, retinol, tarkibida retinoli bor, boshqa jiddiy mahsulotlarni bilib bilmay iste'mol qilishadi, bilib bilmay surishadi. Muammoni chuqurlashtirib, yana ham muammoni ko'paytirib, eng oxirida shifokorga murojaat qilishadi. Mani maslahatim, demak, biron bir holat bo'ladigan bo'lsa, dastlab mutaxassisdan boshlash kerak. Shunda adashmagan bo'lasiz. Arzimagan hozir nima deydi, shifokorlar maslahati dostupniy, ya'ni O'zbekistonda bu xizmat yo'lga qo'yilgan. Unaqa juda ham bir qilib bo'lmaydigan narsa emas. Chet ellarda 3 oy, 6 oy kutishadi doktor maslahatiga tushish uchun. Uni narxi ham falon pul bo'ladi. O'zbekistonda holat unaqa emas. 1 oy, 2 oy, 3 oy emas, juda bo'lsa bir 2 hafta, 3 hafta kutib qolishingiz mumkin. Oddiy mutaxassisdan boshlashingiz mumkin. Shuning uchun sizlarga aziz opajonlar, akalar, ukalar, holat bo'lsa mutaxassisga uchrang, to'g'ri ma'lumotni oling-da, marhamat, shu chiroyli, latofatli bo'lib yuring.